hech qachon tanimagan, bilmagan brendim, ishlatmagan brendim, ishonmagan brendim hech qachon reklama qilmayman. Chunki auditoriyam ishonchi men uchun u puldan ko'ra muhimroq. Muazzam eshitishim bo'yicha katta tadbirkorlar, magazinlar ularga yangi O'zbekistonga kirib kelgan brendlar o'zini kosmetikasini olib kelishdi. Ular hammasi oldin Muazzamga beringlar. Agarda Muazzam tasdiqlab bu narsani tavsiya qilsalar, keyingina olib sotamiz deyshar ekan. Shu rostmi? Ha. Qanaqa berishdingiz shu narsaga? Menimcha sifatga bo'lgan sadoqat. Chunki masalan meni reklamam hozir juda ham qimmat turadi, lekin shunda ham hech qachon tanimagan, bilmagan brendim, ishlatmagan brendim, ishonmagan brendim hech qachon reklama qilmayman. Chunki auditoriyam ishonchi men uchun u puldan ko'ra muhimroq. Bir kunda ba'zan o'nlab, ba'zan yuzlab ham reklamalarni bekor qilamiz. Chunki mahsulotni agar reklama qilishimiz sharti qanaqa? Avval mahsulotni bizga yuborishadi, bir marta test qilamiz, yoqqan pozitsiyalar olib qolamiz. Keyin